Assalomu alaykum agrotexnika kanali obunachilari. Original brendli motoblok so'ragan akalarimiz uchun motobloyda eng jinnisini olib kelib qo'ydik akalar. Videoga bitta like bosib qo'yasizlar akalar. Men sizlarga qisqacha obzor qilib berishni boshladim. Rolf brendi akalar, Germaniya texnologiya bo'ladi. Boklari 3 litr, orqa qismida gulishtil bilan maslinning vozdux joylashgan, karburatorlari original bo'ladi akalar. Bu motoblogimizga 170 original motor qo'yilgan, usulunli qilingan akalar, 8,5 ot kuchi bo'ladi, korobkalari 900 remelli bo'ladi akalar. Qanot qismlarini o'zlaring ko'rib turibsizlar, balonlari akalar 400 ga 8. Dizaynlarini yana bitta ko'rib qo'yasizlar o'zlaring akalar. Skorlari akalar juda ham yumshoq, tushishlariga ahamiyat berasizlar akalar. Skorni ayniqsa haqiqiy avtomat korobka mana mashi bo'ladi akalar. Kulchator orqali yonadi, bosasizlar yuradi, qo'yaversalaring to'xtaydi akalar. Bu motoblogimiz ham komplektida 3 qatordan 6 qator frezalari bor akalar. Komplektga qarab 3,800,000 so'mdan 4,5 million so'mgacha narxda bemalol optim narxlarda olib ketishlari mumkin. Telefon nomerlarimizni yozib qoldirdik, bemalol murojaat qilishlari mumkin. Biz sizlarni kutib qolamiz.